Nikolay Vasilyevich Gogol 1809-yilda Poltava guberniyasida tug'ilgan. Gogol rus adabiyotida tanqidiy realizmga asos solgan rus yozuvchisi. Nejin gimnaziyasini tugatib, 1828-yilda Peterburgga keladi. Rassomchilik qilgan, drama to'garaklarida faol qatnashgan, ayrim yumoristik rollarni ijro etib, badiiy ijod bilan ham shug'ullangan. Germaniyaning Lyubek-Gamburg shaharlarida bo'lgan, keyinchalik Peterburgga qaytib, davlat mahkamalarida xizmat qiladi. Mahkamalardagi qog'ozvozlik, sansolarlik kabi illatlar Gogol uchun boy mavzu bo'ldi. Gogol Sankt-Peterburg universiteti umumtarix kafedrasida professor bo'lib ishladi. Bu unga tarix bilan chuqurroq tanishish imkonini berdi. Gogolning Revizor komediyasida Rossiyadagi mansabparastlik, xazinani talon-taroj qilish, poraxo'rlik va boshqalarni hajv ostiga olgan. Gogol ijodining cho'qqisi bo'lgan O'lik jonlar doston romanida Rossiyadagi o'sha davr hayotiga umumiy tavsif berilgan. Gogolning bir qancha asarlari o'zbek tiliga tarjima qilingan. Uning Revizor, Uylanish pyesalari O'zbekiston teatrlari sahnalarida qo'yilgan. Nikolay Vasilyevich Gogol 1852-yil 21 fevralda vafot etdi.